2 eshikli xolodilnigimiz savdoga chiqdi. Hozir tekshirib, sinovdan o'tkazyapmiz. -20 ga qo'yib qo'yildi, hozir -9 ga keldi. Har bir qatoriga suvlarni qo'yib qo'yildi. Eng tagiga bakalashkada suv qo'yib qo'ydik. Balandligi 220, oldi eni 157, orqadan oldigacha bo'lgan masofa 95 sm. Mahsulotlarni quritib qo'ymaydi. Ventilyatsiya havoni tortadi va sovuq havoni korpus bo'ylab pastga qaratib tushirib beradi. Bu xolodilniklarimizni 3 eshikligi ham chiqdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni keyingi video lavhalarda sinab beramiz. Bu boshqacha ishlangan. Buni agregatlari boshqacha. Mana bu hozir agregatlari, motor qismlari tag qismiga, o'ziga joylashgan. Mana shundoq sotib olib, mana shundoq ishlatishingiz mumkin. Vaqtimiz chegaralangan. Xo'p, -16 ga keldi. Suvlar muzlab, yaxlab ketgan. Bu oynak, shunaqa oynak eshikki 50 gradusda ham tumanlamaydi, nam tortmaydi. Shunaqa funksiyalari bor. Muzlagan nimalar keladi mana. Har bir qatorda mana muzlab ketgan. Eng yuqorisini ham ko'ramiz mana. Kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasiz.